Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun biz yana siz bilan Dream Minecraft'da ism qo'ymaganman o'zim, bilasizlar. Bugun birinchi marta video olishim Minecraft'da. Bugun biz sizlar bilan jonli vijivaniya qilib ko'ramiz. Mana o'ynaganim bor edi. Agar bironta narsalarim bo'lsa, ularni tashlayveraman. Men chunki o'g'il bolaman, bitta gapda turaman. Vijivaniya qilishim uchun kerakli narsalarim bor, bo'lish kerak. Lekin boshdan boshlash kerak bo'lsa agar. Jonsizda jichcha o'ynaydim. O'shandan beri o'ynamadim. Bugun mana video chiqaryapman. Juda sekin ishlayapti bu ham. Nimagaki zaryadim ham o'n qolibdi. Xo'sh, tez orada kiradi. Juda sekin kirgani uchun to'xtatib oldim. Xo'sh, menda ishtimam yo'q. Yaxshi. Jonli efir bo'lganda ham jonli efir qilishim uchun hali ko'proq videolar chiqarishim kerak. Jonli efir olishim uchun ilojim bo'lishini sizlar hal qilasiz. Qandaymi? Ana shu hamma so'ragandek obuna va like. Iltimos like va obuna bo'lib qo'ying. Yana ko'proq video chiqarishim uchun bu menga nima deydi? Yaxshi munosabatda bo'la oladi. Xo'sh. Mana yana verstak yasashimiz uchun yetadi. Obbo, nimaga bo'lmayapti? Mana. Bo'ldi. Ana endi kaltak chiqsa bo'ldi. Kaltak juda kerak. Obbo, chiqmayapti. Ha, mayli. O'sha zaryatim 9 qoldi. Sizlar uchun qilaveraman. Xo'sh. Mana endi nima qilamiz? Aytgancha Ramazon oyi bilan tabriklash ham esimdan chiqdi. Ro'zalarni yaxshi tutib olyapsizlarmi? Ye. Hazlashdim, sakramayman. Sakrasam o'lib qolishim mumkin. O'zi go'shtim oz ekan. 4 ta ketibdi. Video chiqarishimdan oldin to'g'ri bir kun avval kecha o'ynagan edim jonli qilib. Hoppa, tarvuzlar. Mana shu Minecraftda menga bir nimasi jahlimni chiqaradi. Ham jahlimni chiqaradi, ham meni kuldiradi. Nimasi deysizmi? Hozir. Ye. Ana shunisi. Men kayfiyatim yaxshi bo'lgan payt kulgimni qisqartiradi. Yomon bo'lgan payt ko'nglimni aytadi. O'rgatma. O'zim yaxshi bilaman sanda. Hoppa. Ye. Bunaqada bo'yvachcha bo'lib ketaman-ku. Hammasini qazimayman. Mana. Bo'ldimi? O'rgatayaradi jonim yetakda. Nima qilsam o'rgatmaydi bu? Yangi o'tkazganman shunga. Ye, qush to'xta.
Nima bo'lsayam go'shtimni to'ldirib olishim kerak. Bu iplos mana bo'ldimi? Qutuldingmi? Azamat. Ko'proq yog'och kerak. Mana bo'ldi. Go'shtim to'la bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bo'ldi ana. Yana shu yerga qaytib keldimmi? Ye. Qorayganskiy tovuq. Qorayganskiy tovuq. Qandaysan? To'xta. Go'shini yeyish kerak. Hoppa. Sen Johnny o'zin işte. Ha, bo'ldi mana. Bu it. Ama sevgim yoktu. Akillama menga. Akillaganlar yomon ko'raman. Hoppa. Ko'paytirib olaveray, kerak bo'ladi. Mana 32 ta bo'ldi. Voy yo'q. Ay. Kelishga keldim. Ana endi qayerda uxlayman? Obbo, bu yerga kelishga kelib oldim. Ana endi nima qilaman? Qanday yuraman? Qanday uxlayman? Mayli, yorug' bo'lishini kutamizda, kutish kerak bo'lsa. Ishqilib endi zombilarga yo'qot bo'lib qolmasam bo'ldi. Qo'y. Как раз kerak edi. To'xta. Hop. Ana o'ldi. Darajalarni ham olamiz. Go'sht turib turarsin. Yo'q. Fakat bu emas. Yo'q, otma. Oh, Xudoga shukr. Qochib olmasam. Bularga mazza ekan-ey. Obbo, zombini yo'q. Yo'q. Tilim sepdan chiqib kirib ber. Hozir men seni chiqqan joydan laboratoriyaga admin qilaman to'g'rirog'i. Dirim hech qachon o'lmaydi. O'ltirib sovuqga. Dirim hech qachon o'lmaydi deyman. O'zim o'lib qoldimmi? Настройкаga kiramiz. To'g'ri настройкаdan chiqamiz. O'yindan chiqib ketamiz. Nega deysizmi? Chunki bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun siz aynan mana shunday qilib menga video tashlashingiz kerak. Meni Telegram kanalimda bor. Tashlasangiz bo'ladi. Men bularni ko'rib chiqaman. Menga o'xshab tez o'lib qolishingiz kerak. O'zingiz yana hech emas. Ataylab tashlaverishingiz mumkin emas.
Xohlasangiz bu videoga like bosing. Xohlamasangiz yo'q. Obuna bo'lsangiz bo'ling, bo'lmasa yo'q. Maslahatim Telegram kanalimga xuddi shunday video tashlang. Qonun qoidalar birinchi bo'lib. Ataylabda o'zingizni o'zingiz tepadan pastga tashlab o'lmasligingiz va albatta kechqurungacha yashab qolishingiz va siz o'zingiz o'lishingiz kerak emas. Vijivaniya qilishingiz kerak. Masalan, siz do'stlaringiz bilan Dreamga o'xshab speedrun qilayotgan bo'lsangiz, masalan, Dream speedrun qilayotganda do'stlarini boshlanishida uradi va qochadi. Narsalar olib, yer osti dunyosiga tushadi. Siz ham xohlasangiz ana shunday qiling. Qancha vijivaniya qilsangiz yaxshi. Telegram kanalimga tashlang. O'zingizni o'zingiz o'ldirishingiz mumkin emas. Hammaga xayr.